Risoli tagidan ko'tarib chiqibdi. Shuni tiklab o'rniga qaytarib bering deb olib kelishgan ekan. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'rniga qaytarib, avvalgidan ham mustahkamroq qilib berishga harakat qilamiz. Bu joyidan ham yorilib, uzilib ketibdi. Asosan mana shu joyi. Yukni ko'p olganlarning hisobiga shu joyi yorilib, ichiga ko'tarib chiqibdi. Hammaga assalomu alaykum. Mana bugungi kunimizni ham boshlayapmiz. Mana kecha sizlarga ko'rsatgan Moskvichimiz ishni boshladik deyarli. Kecha ramalarni tortib qo'ygan edik. Singan joylarini bunday olib tashlab, endi xudo xolasa konteynerlikdan qo'yib butlab beramiz. O, ichlari ham sinib ketgan ekan. Ish davomida paylarni ham butlab beramiz. Ramalarni ham o'rniga keltirib tortib olganmiz. Bu joyi ham sinib tepaga ko'tarib chiqqan ekan, bu joyini ham to'g'rilab beramiz. Mana ramalari, shu singan joyi. Mana joyda kesib olib tashladik. Kuzatib turinglar, xudo xolasa bitgan holatini ham ishimiz jarayonini ham bir qo'yib turamiz. Kuzatib qo'llab turishdan charchamang. Hammaga rahmat deymiz. Bugungi kunimiz xayrli bo'lsin hammamizga. Mana qadrdonlar, ishlarini ham yamab qo'ydim. Mana endi ochib. Sizda oson bo'lmayapti. Qadrdonlar, bir ishimizga baho beringlarchi. Mana konteynerlik qo'yib, ramani shunga tekkizib yopishtirib, beylarni ham yamab butuladik. Xudo xolasa Ko'nglimizdagiday chiqyapti. endi mana shu joyi qolyapti. Bu joyini ham hozir yechib, ochib butlab beramiz. Mana shu joyi sinib ichkariga kirib ketibdi. Mana shu Aryol kontakt svarkasidan ishlatamiz. 10 yil bo'ldi. Joni qattiq ekan. Ishlashi o'ta zo'r. Mana shu apparatimizni mahsuloti, mana shu mehnatlarimiz chiroyli chiqishi boshqasi. Mana ko'ringlarchi, mashinamizning tag qismi ramalarini o'rniga keltirib yopishtirdik. Bu joyini ham butlab, konteynerlikdan qo'yib, Mana mehnatimiz yoqayotgan bo'lsa bitta like bosib keting. Kanalimizda yangilar obuna bo'lishni ham unutmang. Moskvich zo'r mashinada baribir. Ozgina qarasa yana mehnat qilaveradi. Mana mashinamiz ham asta-sekin bitib boryapti. O'rniga qo'yib yig'yapmiz. Kuzatib qo'llab turishda charchamang. Ko'p olma. Mana Moskvichimizni ham yamaydigan ishlarini yamab, butlaydigan joylarini butlab oldik. Bu orqa tomoni risoli tepaga ko'tarib chiqqan ekan, bu yerda ham to'g'riladik. Mana ichkari holati, boshida kim ko'rgan bo'lsa, Tagi holati. Avvalgi videomizda qo'yganmiz, qanaqa holatda edi, endi qanaqa holatga keldi. Mana bu tomoni o'sha bolt yeb tepaga ko'tarib chiqqan ekan, bu tomonni ham to'g'rilab berdik. mana bu tomonlarda ham yoriqlari bo'lsa, hammasini qilib qo'ydik. Kuzatib qo'llab turishdan charchamang. Hammaga rahmat deymiz.